Agar Cherry emasdan rohatga servis sentrga yoki mashina xarid qilishga kelsangiz, yarim soat, 1 soat zadержка bo'ladigan bo'lsa, bizda oldin kutish zonasida kofe ichib o'tirsangiz bo'lardi bemalol. Lekin biz u narsaga o'zgartirish kiritdik. Hozir kelib PlayStation 5 ni o'ynab bemalol mazza qilsanglar bo'ladi. Lekin sizlar bilan bugun PlayStation bo'yicha emas, именно Cherry Tiggo 9 Pro modelini obzor qilib bermoqchiman. Bu gibrid pozitsiyamizni bizda yangilik olib keldi 2026-yilda. Oldin 9lar ancha mijozlar so'raganida 9larni bormi, yo'qmi deb. Shu 9i endi ikkita pozitsiyasida kelgan. Gibrid va benzin. Bu именно на данный момент gibrid variantimiz. Benzin bilan farqi keladigan bo'lsa, hech qanaqa kuzovda yoki salonda hech qanaqa o'zgarish yo'q. Hamma narsa o'sha qolgan. Faqat prosta o'sha gibrid benzinligida farq bo'ladi. Bularni o'sha облицовкasiga keladigan bo'lsa, ancha katta, Maybach даже o'zimni bo'yimga keladigan bo'lsa, ancha baland mashina. Diskasini o'zi bularda 21 razmerda bo'ladi. Tumankalarni ko'rsangiz, bularda полностью lamplari yonadi. Mana даже logotiplarigacha yonib chiqadi bularda. И farasi proyeksionniy bo'ladi. Proyeksionniy nima degani? Bu degan agarda rulni o'ngga buradigan bo'lsangiz, fari ham sizga rulga qarama-qarshi buriladi shunda. Kamera 360 kamera, slipoy zonasi bu уже bunga aytaylik gapiradigan gap emas, bo'ladi 100% уже bo'ladigan narsa. Bilan shumkasini eshitdingmi? Shumkasi eshigi ham og'ir ancha. Salon qismiga keladigan bo'lsa, bularda pamять sideniyasi bor. Regulirovkasini ko'rgan bo'lsangiz, yo'q bu yerda. Regulirovkasi Maybachga o'xshab, Mercedesga o'xshab, mana bu yon tarafda joylashgan. Bu knopkamiz, bu massajkamiz bo'ladi. Agarda uzoq yo'lga ketayotganingizda, u narsa bo'ladigan bo'lsa, uzoq yo'lga ketayotganingizda charchab qolsanglar, bemalol massajkalarni yoqib, bemalol dam olib ketsanglar bo'ladi. Yana qo'shimcha narsalardan bularda polni elegantara qilingan. Head-up display. Buni ham datchik ko'rasizmi? Bu datchik navoda uzoq yo'lga ketayotganingizda, charchab qolganingizda, odam uxlab qolayotganini sezadi-da, shunga qarab to'xtaydi bu keyin o'zi sekin to'xtab oladi. Mana shu datchik shuning uchun ishlaydi. Multirul adaptivniy cruise control bo'ladi bularda. O'zida video registrator funksiyasi ham bo'ladi. Bitta aybi faqat flashga qo'yib olsanglar bo'ldi bularga. Flashga qo'yib olsanglar mana. Mashinani start stop knopkasi bo'lmaydi. Mashina kalt yoningizda bo'lsa bo'ldi. Tormozga bosasizlar, mashina zavod bo'ladi. Lekin tormozga qo'yib yuborsanglar, mashina yurib ketmaydi, chunki remень taqqan holatingizda mashina yurishni boshlaydi. Bularda 6 ta rejim vожденияsi bor. To'rga to'r, bu yerda 4 ta ballon tortadi. Pisok, grunt, eko, sport normal rejimlari bor. Беспроводный zaryadkalarigacha bor. Bularda именно tokda 170 km bosib o'tadi. Endi qishda pechka anaqa yoqadigan, qishda klimat kontrolingiz yoqadigan bo'lsa 150-140 km yuradi. Kitobida 170 berilgan. Lekin общий zapas xodi sizlarga 1200 km yurib beradi. Bunaqa Go'dagi 1200 km zo'rlik. Orqa salonga keladigan bo'lsa, orqa salonda ham xuddi shunaqa. Aytgancha, oldi orqa sideniyada obduv, обогрев sistemasi hamma narsasi bor. Bularda regulirovkasi ham bunday xuddi shunaqa elektronniy bo'ladi mana. Xuddi shunaqa elektronniy beligi, orqasiga bo'ladi. Yon tarafda. Bu mashina o'zi 3 qatorli bo'ladi, o'zini ko'rdinglarmi? Zavodskoy shtorkalargacha chiqadi. Oynasi o'zi zatemnenniy bo'ladi. Bu mashinamiz 3 qatorli bo'ladi. Uchinchi qatorga olingiz katta bo'ladigan bo'lsa, bemalol bolalarni ham qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Mana bu knopkalari bor o'sha. Hozir kelib ko'rsatadi. Bosganingizda o'zida ikkinchi rad ham sekin tushadi. Yig'iladi. Bemalol. Elektronniy bo'ladi. Funksiya защита zashimleniya. Qo'lingiz qolib ketadigan bo'lsa, o'zi qaytadi. Bularga hozir imtiyozli kreditlarimiz bor, рассрочкаlarimiz bor. O'zining narxini shunda bo'lib berishga. Buni Cherry emasdan rohat filialimizga kelganingizda bo'lib podrobniy qilib tushuntirib beriladi. Hozir na данный момент oy oxirigacha benzin modeliga, buni gibrid emas, benziniga 60 milliongacha chegirmasi bor. Keling. Bu yerda o'sha
benzin zapas xudi. Kalt qolib ketibdi. Kalt qolib ketgan, o'shanga ochilmayapti. Naryoqda siz zapravka qiladiganingiz benzin anaqa elektr zapravka, bu yerda benzin zapravka bo'ladi. Bыстро zaryadka uyda ham zaryadkaga qo'ysanglar bo'ladi. Примерно shu uy zaryadka 220 da hisoblaydigan bo'lsangiz, 7,5 soatda sizga 100% gacha to'ldirib beradi zaryadkasini. Bizda ish vaqtimiz soat 9 da kech payt, 9 da ertalabki 9 dan kech payt 8 gacha bemalol kelib dam olish kunsiz, obedlasiz kelsanglar, har doim menejerlarimiz bo'ladi. Sizga mashinani ko'rsatishadi, test drive qilib ko'rasiz. O'zingizlarning eski mashinanglar bo'ladigan bo'lsa ham o'zimiz olib kelib qolamiz, o'zimiz olib qolamiz, sizga yangi mashina qilib chiqazib beramiz. Hamma narsa sizga bir kunda ishingizni bitkazib chiqazib berishadi. Manzilimizda Cherada emasda rohatdan qo'lga keltirishda Yangiobod temir yo'l mostining shunday tagida chap qo'lda joylashamiz. Sog' bo'lasizlar.